Manqurtlar muvaffaqiyat qozonolmaydi. Abduri Muhammad Yusuf. Manqurt o'zining aslini bilmaydigan, mustaqil ish qilolmaydigan va boshqalarning mulkiga aylanib qolgan odam demakdir. Alloh taolo mundaq deydi. Alloh mundaq ikki kishini misol keltiradi. Ularning biri hech ish qilolmaydigan va egasiga yuk bo'lib qolgan bir gachi bo'lib, egasi uni mayli qayaga avassun, u hech qanday bir foyda ipkilanmaydi. Yana biri bo'lsa o'zi to'g'ri yo'lda mangan va kishilarni haqqoniy bo'lishga buyuradigan odamdir. Bu ikki odam o'xshash bo'lamdi. Albatta o'xshash bo'lmaydi. Oyatdagi qo'lidan ish kelmaydigan, egasiga yuk bo'lib qolgan odam dal manqurt odamdir. Bundoq odamning hech kimga foydasi yo'qdir. Uning o'ziga ham foydasi bo'lmaydi. Manqurtlashgan odam hech qanday ishda muvaffaqiyatga erishamaydi. Boshqalarni ham erishtirolmaydi. Navoda bir millatning yoshlari manqurtlashtirilsa, u millat eng qimmatli borliqidan ayrilib qolganlikdan, egisiz qolgan bechoralarga aylanib qoladi ekanda, o'zini xorlikdan, asirlikdan qutqizolmaydi. Chunki manqurtlarning o'z xo'jayinlaridan boshqasiga qilchi foydasi yo'q. Shunga bir millat qad ko'tarmoqchi bo'lsa, uning manqurtlikdan va manqurtlardan qutulishi shart. Chingiz Aymatov asrdan hal qilgan bir kun nomli romanida manqurtlarni tonishtirib, mundaq deb yozgan. O'tmishlarda qabilalar bir-biri bilan urushib turadi. Urushda asrga og'allarni qul qilish bilan kifoya qilmasdan, ularning yoshlarini manqurtlashtirishda bir-biri bilan baslashadi. Ularning asrlarni manqurtlashtirish usuli mundaq edi. Asrlar put-qo'llari bog'langan holda peshg'irim issiqda qoqilnatdi. Ondan ularning bosh terilarini so'yib chiqarib, to'gining terisini ta'tir qilib choplab qo'yib, yana issiqda bir qancha kun qoldiradi. Asrlar bu asnoda nihoyatda qiynaldi. O'limni tilaydi, ammo ularni o'ldirmaydi. Manqurtlashtirish uchun bosh terisi so'yilgan asrlarning mutlaq ko'p sonliqqa qiynalib o'lib ketadi. 100 odamdan 3 yoki 4 kishilar saqlanadi. Saqlaganlar manqurtlashgan bo'ladi. Manqurtlashganlar hammani unutib ketadi. O'zining kim ekanligini, kimlarning farzandi ekanligini bilmaydi. Faqat o'zini manqurtlashtirganlarni birdan-bir ega va parvishchi deb biladi. Şoňa ularning so'zini anglaydi, buyruqlarini ishkilanmay o'rindaydi. Bir urushda Jon degan qabila g'alaba qilib, qarshi tarafning yoshlarini manqurtlashtirishga ip ketadi. Shu asnoda Nayman ona ismli ayolning o'g'li Julaman mu ip ketiladi va manqurtlashtiriladi. Odatda manqurtlashtirilgan yoshlarni oilalari izlamaydi ekan. Chunki ularning mangisi qurug'dalganligi uchun oilasidagilarni hatto hech kimni tonimaydi ekan. Ammo Nayman ona o'g'li Julamanning hasratiga chidayolmay, balki o'g'lim meni tonib qola, chunki men uni o'z dinini, tarixini biladigan, aqlliq, bilimlik va qaysar qilib yetishtirdim deb o'ylaydi va o'g'lini to'xtamay izlab 4 yildan keyin oxiri o'g'lini topadi. Biroq ona o'g'lini tonib, uni quchoqlash uchun itilib kelganida, o'g'li uningdan o'zini tortadi va Nayman onani tonimaydiganligini aytadi. Nayman ona o'g'liga uning o'g'li ekanligini, otasining eti Dönenbay ekanligini va paloni mahalladan kelganligini qanchalik tushundirsimi, o'g'li Julaman onasini qat'iy tonimaydi va onasini u joydan qo'g'laydi. Onasi chorsizlik va hasrat ichida qaytay deb turganida, o'g'li Julamanning xo'jayini keladi va Julamandan u ayolning kim ekanligini so'raydi. Julaman, "Tonimayman. Sen mening bolam davotidi" deb javob beradi. Xo'jayin Julamanga, "U sening onang emas, balki dushmaningdir. U sana yomonlik qilish uchun kelgan gap" deydi. Shuning bilan Julaman itiga minib, hamda qaytay deb turgan onasining ko'ksiga yochoq bilan itib, uni o'ldirib etadi. Chingiz Aymatovning bu romani e'lon qilingandan keyin Eronga qilgan bir safarida, "Siz romaningizda bayon qilgan manqurtlar sobiq Sovet ittifoqining kichik bolalarni darultamlarda o'z aslini va yaratquchisini bilmaydigan kommunist qilib yetishtirib chiqqanligini ko'zda tutdingizmi?" degan savolga, "Yo'q. Manqurtlar kommunist lagerlarda yetishtirilganlar emas, balki o'zining tarixini, madaniyatini va kelib chiqishini bilmaydiganlarning hammasini o'z ichiga oladi. Ularning hammasi manqurtlardir" deb javob bergan ekan. Mustamlikachilar o'z mustamlikasi ostidagi xalqlarni ana shundoq manqurtlashtirib, o'zlarining razil siyosati uchun xizmat qildirib kelmoqda. Hozirgi zamonda kishilarni manqurtlashtirish o'tmishdagilardan ko'p oson bo'lmoqda. Chunki manqurtlashtirish uchun beshining terisini so'yishga hojat bo'lmasdan, faqatla aqidasini, axloqini va milliy ruhini so'rib ilib olsa yetarlik.
Şunu bir milletni qutquzish uchun shu millatning kelajagi bo'lgan yosh o'smirlarni suiqasdchilarning har xil usullar bilan aldab manqurtlashtirib olishidan qo'g'dash to'liq zarurdir. Dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'ur farzandlari ichida o'zining dinini, tilini, vatanini, milliy an'anasini, tarixini, ajdodlarini bilmaydigan bolalar ota-onasi yoki jamiyati tarafidan manqurtlashtirishga yetaklangan bo'ladi. Balalarni manqurtlashdan saqlab qilish yanala ota-onaning qo'lidadir. Shunga muhojiratdagi Uyg'ur farzandlarining ulug' ona vatanini, shonliq tarixini, o'z vazifasini unutib, dinidan, tilidan, milliy an'anasidan voz kechish orqali o'z ixtiyori bilan osmon-osiyo bo'lib manqurtlashib ketishining oldini olish har bir Uyg'urning eng oldingi vazifasidir. Şuna ota-onalarning farzand tarbiyasiga alohida ahamiyat berishi, farzandlarga kichkidan o'z dinini, tilini va milliy urf-odatlarini yaxshi o'rgatib, ularning qalbida Alloh sevgisi bilan vatan sevgisining gulxonlarini yondirishi to'liq muhimdir. Chet ellardagi Uyg'urlar qila oladigan eng cho'ng va eng muhim jihad farzandlarini o'z ixtiyorligi bilan manqurtlashib ketishdan saqlab, Allohni suyadigan, vatanni, millatini suyadigan, o'ziga va boshqalarga manfaat yetkazadigan, o'z-o'ziga xo'ja bo'lib, mustaqil yashashni biladigan yaramliq avlod qilib yetishtirib chiqishdir. Bunda qilish albatta badal talab qiladi. Dunyoda har qanday g'alaba badalsiz qo'lga kelmaydi. Shunga biz bu ishimizda natija qozonish uchun vaqtimizdan, oromimizdan, kerak bo'lsa iqtisodimizdan ketishimizga badal to'lashimizga to'g'ri keladi. Shuni unutmaslik kerakki, biz har jihatdan muvaffaqiyat qozonib, zo'r utuqlarga erishgan taqdirdami, farzand tarbiyasida mag'lub bo'lib, ularni o'zimiz orzu qilgandek yetishtiramisak, bizning barliq muvaffaqiyatlarimiz nolga teng bo'ladi. Biz hayotda mag'lub bo'lgan bo'lamiz. Chunki hozir bizning farzandlarimizdan cho'ng boyligimiz va kuchimiz yo'q. Farzandlarimizni manqurtlashdan saqlashning yo'li oldi bilan o'zimizni bexutlashgan parvosizlikdan, farzand tarbiyasidagi nishonsizlik va plansizlikdan qutqizishdan boshlanadi. Hozirgi holatimiz ota-onalar bexutlashgan, farzandlarimiz milliy ruhdan chatqib tarbiyalanayotgan, xuddi o'z ixtiyorimiz bilan o'zligimizdan ayrilib, milliy kimligimizning yo'qolish yo'liga, ya'ni manqurtlashga qarab ketayotgan holga tushib qolgandek turamiz. Şuna bununla qarşı ciddi tədbir ilişimiz lazım. Dünyada her qandaq millet ümidini avlodlarga bağlagandek, bizmi millet süptimiz bilan ümidimizni ve kelajak istiqbolimizni farzandlarimizga bağlaymiz. Ahvol bundaq bo'lgan ekan, oldi bilan biz farzandlarimizning qalbida kelajak uchun ro'shan g'oya turg'izishimiz, ondan ularni ashu g'oyaga yetaklashimiz lozim. Chunki g'oyasiz, nishonsiz mangan odam hech bir yerga borolmagandek, nishonsiz farzandlar bira manzilga borolmaydi. Faqatli o'lik biliqlardek suning eqishiga yurib, oxiri bir joyga to'planib qolgan ko'pik tuvisiga aylanadi xolos. Ma'lumki, ko'pikning hech kimga foydasi yo'qdir. Allah Taala mundaq degan: ko'pik eqib tugaydi, ammo insonlarga foydali narsa zaminda qolib qoladi. Alloh misollarni ana shundoq bayon qiladi. Sura Ra'd 17-oyat. Mikrofon oldida Hidoyat Musajon.